Sen umuman bormaganmisan? Yo'q. Ha, sen noyob odamlardan ekansan-da. Bunaqalarni Bokirbek deydi. Ertaga teshik paypoq kiyib yurganingdan keyin gaplashamiz seninle. Paypoqda nima daxli bor hozir? Yur seni bitta joyga olib boraman. Qayerga? Yigitim o'rtog'i bilan kelyapti. Xohlasang o'rtog'i bilan tanishtirib qo'yaman. Mazza qilib aylanib kelamiz. Yo'q. Kitobimni asrayman. Men sendan kitobingni so'radimmi? Bormayman desang bo'ladi-yu. Ey vatan. Xo'p, almashtirib beramiz. Faqat kursdoshlaringdan so'rachi, hammasi darsga kelar ekanmi? Yo faqat senga dars o'tish kerakmi? Agar yaxshi ustoz qo'yib bersangiz kirishadi. Shunaqami? Shunaqa. Hamayli, almashtirib beramiz. Agar shunda ham darsga kelmasalaring qat'iy chora ko'riladi. Tushunarlimi? Xo'p. Ey, bizga leksiya o'rniga hayotini gapirib beradigan, darsga kirmasang endi qo'ymaydigan, eng qizig'i 50 ming so'mdan pul yig'ib bersang 3 yilni qo'yib beradigan ustoz kerak. To'g'rimi? To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. To'g'ri. Amakim nima ish qilishadi, Nodir? Bozorga chiqishadi. Nimaga deb o'ylaysan? Senga yurt emasdan 12 million kontrakt to'lab o'qitishyapti. Sen bilmasang men bilaman. Bizga o'xshab qo'llari qavarib, kir usti bosh bilan chang yutib yurmasin deb o'qitishyapti. Sen nima qilyapsan? Yana men vatanmishman. Rostdan hamda. Endi yangi ustoz darsga kirmasang chora ko'rmaydi deysanmi? Chora ko'radi-da. Eskisi yaxshi.